Yaqında bir yazma yazgandingiz biz ijtimoiy uchur vositalarida ko'rgandim buni shu. Har xil faoliyatlarda shu Uyg'urlarning faoliyatlarida shu bayroq, Sharq Turkiston bayrog'ini osmaslik, shunga qarshi chiqish degandek, shuningki avjab ketayotganlik edi. Buni ayblab bir maqola yozgandingiz. Ve yazma yazgandingiz. Shuningki oldigan bu qanday gap bo'ldi? Men bu haqiqatan echindiradigan bir masaladir. Çünkü neyimiz? Yani biz elbette Mao Indiana'da yaşayan bilen, hem de Uygur bayada bir faaliyet olsa şunçak söylemiz. Uygur söyleyenlikimiz için Mişyat'ın 10 saat maşinede varımızda. Mesela berip, bazı faaliyetlerini görüp, böyle yeni yıllar olsa katlaşıp kılımız. Birinci yılı hem de biz anca özümüzü aldıraş, çarşap ketkenlikimiz anca dikkat kılmaptık ama biz his kılgantın. Bunun için bu yeni yılda bayrak asmaydıgan özümüzün Uygurları da. Hani bir yerde hem de mesele var değil mi? Çünkü biz azırak siyasi sezgürlükümüz bilen eğer bu işlerine nerede sarsak bir yerde çok bir mesele var. Bir yerde bir maksatlık bir iş var değil mi? Hani bunu kandak bana kılıp bula eğer biz hem de çoğunlarını tanıyoruz o mesela bazı adamlar neyim için bundan bol deyip sorsanız hani bu bayrak assak bu yeni yıllık adam az kildiken ondan bayrak asmasak köp kildiken de xuddi biz vatan bağan bağmagan dep ayırgan bilen Mayada baştan bir ayrıdığa iş varken de hem de bu bayraktan korkan adamla sen neyim? Uygur kılıp bir yerde ekilip çok mecbur bir ekilip bu zalını tolduruşun neyim ehmiyeti var. Hem de bayrakın astım benim iskığının o vatanperverlerin hemiz kilidi koyuyor. Yani bir zal tuşu mümkün. Hem bayrak asmasan o vatanperver adam kemmesligi mümkün bir yerde. Yani sen o vatan millet davası belki paydamızdan ziyni çıkışı mümkün. Xuddi ben bu maqalni yazgan o'xshash nurg'un odamlarning ko'ngliga sho'ba berishim mumkin da. Endi bu ikkinchi yilimi qarsa bu yerda yana bayroq yo'q. Shunga men o'zim bu bayroq suyur odam bo'lgandan keyin ba'zi bir o'zim bayroqlarni qo'sh mundaq yasitib qo'ymanchu. Mening hozir zapas bayroqlarim bor. Bir jamiyat yeni qurilsa yo bo'lmasa jamiyatning yeni hayatlariga bir bayroqlarni tutqizib mandaq chiroyli qilib bayroqlarni jipak bilan yasitib mandaq chiroyli esil bayroqlarni asga deb turib shu bayroqlarni mashinaning keyiniga qo'yib borganda endi yerda men agar bu gapni qilsam bu yerda yana bir zarba chiqishi mumkinda sen bu yerda qalayim qancha chiqarmoqchimi bu deb yana qalpoq tayyorda bu yerda endi demak yana nima desangiz bu yerda xitoyning istixborot nimasi yomon bu yerdachu buni biz uyg'urlarning %100 belgilab ketishimiz notayin şu aşında kalıkı Uygurlar kelmeydiken onu bunu bana kırgızıp bizim acizlik yerimizi tutup endi bu yeni kegalar onu bilmeydi o. Bunun da pekit ekilip şu cemaatinin içindeki aşına hayırlar arkalıp onu bunu kıran maqsad yetken bugün çünkü Amerika'da mı kitaplar köp. Hoş. Gollandiyga o'xshash. Yani bu her bir Uygurning mana bu tasavvur qilishga tas ish emas. Ama biz bunu yushurimiz. Diyemeyimiz korkayımız. Ne korkaysa ya mesela ben Amerika gerektiğini. Ben Amerika'nın bayrağını hürmet kılımam. Hem de özlerinin bayrağını asmam. Amerika'nın bayrağını mı asmam sen? Bu kadar gel mesela. Bunu oylaş gerekiyor mesela. Ben ötkende bir haber görüp kaldım. Tayvan'da 50 yıl yuşurulgan bir Tayvan'da bir işpiyon tutuldu da. 50 yıl bunu uhlaş siyasetdeydiken. 50 yıl bunu vazife buyurmaydiken. Ama şunu işildiğine vakti kelgende bunu o buyruk keldiken bu 50 yıl cimiyatkan işpiyon Xitay hükümeti için işleydiken. Şu arlıqılda bir Xitayning arıplarları to'g'ri kelib yapıllıqlar o bu qilib o ishlab ketdi. Aslında o'xshash. Demak, endi bu Uyg'ur ichida yetim bolalar biz burun bo'lgan. Yetim bolalarni shu Xitoy saqchi maktablarida nurg'un shu Xitoyning Beyjingda o'qitib chiroy Uyg'ur. Masalan, ben Gollandiyada shu yugurib yenimi kelib mana besim qilganlar keyin yo'qolib ketdi dedim-ku. Qarsangiz chiroy Uyg'ur. Qarsangiz rasmiy chiniqqan badallari shunda qarsangiz 2-3 odam hurmatkada kuchi bor. Bunda xayirlar bor aramizda. Bor. Bu shu vatan bag'allardan siz cho'qim salomat qaytib choy ichili, kafe ichili deb yeg apirib sizdan bir so'z olaman da berib saq keldim deb chiqalamsiz ashyadan cho'qim bir yolg'ondan bo'lsin bir va'da berib qutulsiz-da bu yerda. Unda bo'lgandan keyin endi bu yerda buni yushirib bulamaydigan narsa shu bu. Shuningga Uyg'urlar birinchi sagak bo'lishimiz kerak.
ikkinchidan vatanparvar, vatan suygan odamlarni asrashimiz kerak. Bundan keyin bunday odamlarni hurmat qilmasak, bu da'vatni o'zini tortib, kundan kun ozlab ketsa, bu vatanga boradigan, masalan, hozir men bir xabar oldim. Vatanda chiqib 15 yil Xitoy tarafdan turmay, mayada bayroqdan jiroq turib o'zini tutib turgan Uyg'urlarga hozir maosh, burun xizmatni ichib ketgan bo'lsa, maoshini asliga keltirdik deb, dunyoda bu genosidda bu Xitoyning beshiga bir tamg'u urildi. Bu bir Xitoyningki hozirgi prezidenti yo'lbosga minib olib, yo'lbosni qandoq tushiman deb, shuning bir bishorati bu. Yo'lbosga minib olgan Xitoy bu. Yo'lbosni tushsa, yo'lbos yeydi buni. Butun dunyoda bir do'st topolmadi. Eng yaqin Iranni Afg'onda Iranning nuqsildi desa, ay bo'ldi men tashqi ishlar ministri orqali nima bildirdim, e'tiroz bildirdim dedi, bu ish tugadi. Demak bu do'stnimi do'st qilolmadi, butun o'ziga dushman qildi. Bütün Amerika'daki bu Amerika'ga burulmuş Kuba deyimiz azbaz təsirini ko'rsatgan hamını Amerika tazlab bo'ldi. Bütün Xitoyning energiya manbasining hammani Amerika qo'lga oldi. Demak, Amerika vatandosh sifatimizda, demak biz mishada nima ish qilatimizda bo'lsa, degan kunlikda qo'rqmay, bizning bolalarimizni askar qilib tarbiyalab ber desakmi, xuddi ma kurdlarni tarbiyalasimi tarbiyalaydi-ku bular. Nurg'un hozir shu Ironga kurdlarni sevatadi-ku bular. Uyg'urlarni Xitoyga silish uchun burun bu bizning 3 million askarni tarbiyalagan o'rislar. Siyosatda bir o'zaro foydalanish bo'ladi. Shaxmat taxtasida biz yeyilib ketmay, biz qarshiligini ilishimiz kerakda. Qarshi tarafga o'zimiz men senga ma'ni qilib beray, sen menga ma'ni qilib ber deb qarshiligini Donald Trump biznesmen bu biladi buni. Shundoq bir iqtidorli odamlarimiz yo'q. Bo'lsa-mu, ona odamlarni biz yaqin kelamiz. Bu her bana bilen jiroqlashtiramiz. Oxiri bizga o'xshashmasa tijorat chop ketamiz. Axurib yurimiz. Bayroqni restoran bo'lsa-mu, o'zimizning oromgohlariga bo'lsa-mu, esib yurimiz. Masalan, Yaponiyada deyli, bir yuz bersa, bir ziyon tatgan bo'lsa xalq. Boshda davlatning boshliqlari o'zi xalqqa 180 gradus ta'zim qilib istibo berdi. Bizda shu yo'q-ki. Biz sanki bütün şu kemçiliklerin hemen tatip çıkarıp, taki kopup yüzüge silip, yüzüge tükenmekçilik, bu gelecek evlat yetiştirmez de kadar yetiştirirse, sen onun seni beğenmişse kadar yetiştirirse. Terbiyeligen bilen sende var, tip yok. Çünkü bu Amerika'nın bir yanın prezidentini 8 yılda almışydık o. Biz falanın bağlısıken, Pukun'un bağlısıken de tarihte nem kılıp, 30-40 yıl beşimiz kıvalımız, karşımız oğlu özü çarçap, bizge okşaş, mışına ufrap, ahir onun enerjisi, milli dava kutudu yetmeydi. Emeliyatta bu bilim talep buldu. 30 yıldaki vaziyet, azık vaziyet okşamdı. Azık degen hemisi EA, dünyanın hem işleri yukarı seviye bilen, nurgun proje bilen bulduğu işler bu. Şununla benim nurgun konuda yürek yaram var hem de bunu demisen tehe, desen başkalarının konuları rençti. Uygurların konunu ayap, bilgen küllükte nurgun emeli işler. Dünya özgürlük, bilgen küllükte sen bu dünyaya hazır mı desen, biz hazır mı? Yügrep çıkıp siz ekranlarda depokan biz hazır mı? Bizim armiyimiz Suriye'de, Afganistan'da ya bu bir Xitay'ın çiğrisinde bir yerde bizim bir armiyimiz var mı? Yügrep kirip burşalaydı kan. Hıgıl buldu ya bunu, neden bulmaydı? Bunun korkudan neymişi var mesela? Canlı az Xuday'ını alıyordu. Bazen bir maşının kazası da ölüp gitti diken. Demek çokum bu ne? Anda şu bizim 30 bin kişilik armiyemizde Manas Deryası ekil 3 yıl kuşkaş atkuzup askerlerimiz aşağıda dama uzgandak bu işin keynide bir kol bakken karan. Bir kol bakken. Dünyadan bir xilalik yuşurun devlet bağ degandek bizi tur degende tur degemiz, mağ degen bizi müstakil bir nesimiz yokken. Hazır beni Amerika devleti bütün iqtisatlarını kesti, radyolarımız toktap kaldı, bütün hazır biz kısıtlarını hem de Uygurlarına aitti. Çok terakki ümidimiz var. Hem hazır hem de radyonun asbaz içip adam sanını çeklim bilen kıvatıdı. Mesela şükret uşur karındışımız bu işlerini kıvatıdı. Tekrar kengiyip burunki halıklı kegisi bizninki şu yaşlarımız yeni çıkarmış Amerika'daki olsun yani yaşlarımız şu konulardan savak elep bayrakını eğdirip ma Uygur bayrak götürsek bayrakını koku diken bu dikenlerle miki gapten
o'zi xalqi, dunyo siyosati hozir bizga tayyor bo'lib, Xitoyda dushman mushtaq hozir bo'lgan vaqtida butun yoshlarimiz chiqib, bütün vatanperver Uyg'urlarni bir yak to'plab, shu surgunda hukumatlarimiz birlashsa, shu bizning qurultaylarimiz bu inson haqlari bu demay, bu qo'rqmay biz mustaqil davlat bo'lgan, ikki qatim jumhuriyat qurgan, burun imperiyalarni qurgan, biz cho'qim shu davlatimizni asli keltirishimiz kerak deb mana gap qilish holatida bo'lsa, endi bu texnik biz jonlanamizda, biz o'sha odamlar biz bu sakrab chiqamiz bunga. Aslini qo'shimiz. Endi bu janob gapni qilib qo'ysangizlar, yugurib kelib, har chaqandak chaqqil tursa, biz gapni qilolmaymiz. 34 yil bo'ldi endi menga chet elga chiqqan 30 yildan. İşib qapti, o'ylab baqsam. Xato dedim ya, 30 yilga yetib qoldim, hisoblab baqsam, hali 30 yildak bo'lib qoldi. Demak, endi bu mushlar bo'lib ketsa, Xitoyning o'yini bilan yana Uyg'urlar mushlar o'zimizning ishlarimizni tartib olmaydigan holatga kelib qolamiz. Bu Xitoyning istigi. Shuningga men bugunda ko'nglimdagi arzu armonlarni devoldim, bu yerda g'aybat shikoyat bu emas. Bo'lib bu yoshlarimiz vatanparvarlik bu tuyg'usi bilan ish bo'lmaganda bir faoliyat qismi bayroqni 3 qatim suyib, Qur'oni Karimni suyib, ashlarni hurmat qilgan asosida biz dunyoga hech qanday bir ziyon kelmaydiganligimizni ishontirib, siyosiy da'voni cho'qim yuqori pallaga o'tkazib, buni qilish kerak. Konular cho'qim shu bir muhitni o'zi changalı kirgizib olib, buni to'rt oilasi bo'yicha o'zini urtiqalar bu da'vo deganni. Bundaq bir manba degan bir millat manba deganni butun millatga sunish kerak. Millat kerak. Bu ishni qancha cho'ng qilgan sari bu yordamga cho'ng keladi-da. Cho'qim bizning o da'voyimiz cho'q bir kichik bir tashkilotlar orqali bo'lgan narsa emas. Bu cho'qim bir sarganda hukumat bo'lish kerak bizda. Tibetliklar o'xshash bizning cho'ng binolarimiz bo'lishi kerak. Hozir masalan Nuri Musabay bilan bu Abdukim akamiz 300 ming dollardek pul yig'ib bo'ldi masalan. Bu gap oshmaydigan gapdi. Tuniga qarsam GoFundMe'ga chiqiribdi. İyana nimasiga. Mushtaq nimalarni ekran orqali buni degim keladi. Bir qo'llasa, bizmi tashlasak, burunmi tashlagan, hozirmi tashlasak, Washingtonda 12 ming dollar oylik kira to'lab yillarni o'tkazib yotdik. 12 ming dollar emas, bank bilan munosabat yaxshi bo'lsa, oyda 5 ming 6 ming dollar to'lasa, buni 30 yillik, 20 yillik setib olg'ili bo'ldi. Masalan, men shu bank orqali setib oldim 100 mingga yaqin yani. Sayat shu Indianadagi eng chiroyli go'zal yani setib oldim. O'zimning yolg'iz kuchimga. Endi bizning nurg'un boylarimiz bor. Masalan, ashunaq bir Uyg'urning madaniyati va masjidi va madaniyat deb turib, masjid desek bo'lmaydi-da bu yerda. Madaniyat markazining ichida masjid bo'ladi, bolalarni til o'qitadigan, yig'in ochadigan zallarimiz bo'ladi deb turib, Amerikaning siyosati bilan o'zimiz zinatlab, agar mushqat Nuri Musabay Avlikum Kamla ham bu ishning ichida nima desam bo'ladi. Bizning o'zimizning bu WhatsApp guruhimiz bor. Bu bir Yahudi bir muzbatda çünkü Amerika'da ömürlükçilikler şu adamların qo'lda bo'lg'achqa ulardan do'stlik hamkorlik o'rnatma amal yo'q. Ularning yaxshi odamlari bor. Shu odamlar bu ishlarni qilib beryotdi. Chunki men bu gapni va tunugungi GoFundMe'ga chiqqandan keyin men istiqlol ekran orqali shu Uyg'urlar eng oxirgi qitim. Chunki biz hozir 20% bu yo'lga down payment to'lash kerak, 20%. Hozir buni 200-300 ming pul degan buni oraq 10% yetadi. Ash 10%ni agarda to'liqlasak bizde bir 3-4 milyonluk yer alınıp kaldı. Washington degan paytaxt. Bir şey Uyg'urning bir yeri kimga ziyni var mesela. Çoğun bir şeyni bir Uyg'urlar qo'llab bergan bo'lsa, men ash Uyg'ur 1000 dollar tashsa men 2 mingni tashlay. U 2 mingni tashsa men 5 mingni tashlay. Tashlasim. Men tashlmaganda 10 mingni tashlay. Tashlmaganda mening hech qanday bu ishda mening bir foyda ziyon manfaatim yo'q. Mush yani aldı Washington DC'deki Uyg'urning bir markazi bo'lsin. Aş vaqtida men ishada meni ko'rsa yo ko'rmaysa, chunki men qilgan ishlarim yo'q. Men bu yerda ishimni qilaman. Mening shaxsiy hech qanday manfaatim taqishliq ish emas. Ammo faqat bu Uyg'urning söyleyelim, Uyg'urning bir ro'yi bo'lganligi uchun ash chong akalarimizni bir qulab qo'yishga deyman. Ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Nəhayət təfsili halətdə oturuq qoyduğunuz məsələləri.